Said Ahmad Jimjitlik romani 9-bo'lim. Tolibjon har kuni katta yo'lga chiqib, Samarqand, Kitob, Panjikent, Shahrisabz marshrutida qatnaydigan avtobuslardan gazeta olib kelardi. Bolalar ham unga ergashib borib kelishardi. Bekat gavjum edi. Unda kavkazlik bir yigit kabob sotadi. Lang'illab yonayotgan ko'mir tepasiga qo'yilgan choydish hamma vaqt vaqirlab qaynab turadi. Tolibjon bolalarni qator o'tkazib qo'yib kabob olib beradi. Kabobchidan sal narida bir necha xotin plyonka yozib, kikoti, ravoj, qurut sotib o'tiradi. Yo'lning soya tarafida doimo bir eski moskvich turadi. Egasi faner qutiga asal to'la shisha bankalarni qo'yib, dog' asali deb sotadi. U asli Nishonning Qovchin qishlog'idan, asali ham paxta gulini emgan arilarniki. Ammo har gal avtobus kelganda yo'lovchilar gurra yopirilib, bu tog' asalini talab ketishadi. Keyingi avtobus kelguncha yigit moskvich bagajnidan yangi tog' asallarini olib, quti ustiga terib qo'yadi. Bozorcha tog' yo'llarida qor erib, qatnov mavsumi boshlanishi bilan birinchi avtobusni dasta-dasta chuchmomalar bilan kutib oladi. Bu payt adirlardagi lolalar xazon bo'lib, to'piq bo'yi kelib bo'lgan bug'doyzorlarda lola qizg'aldoq alvon ko'rpasini yopib tashlagan bo'ladi. Lola sayriga to'ymay qolgan odamlar tog' lolasini ko'rib, ko'zlari yashnab ketadi. Samarqandga qaytayotgan, Termizga o'tayotgan mashinalarning orqa oynalari lola-yu chuchmomalarga to'lib ketadi. Qovchinlik asalchi yigit ham savdo mavsumini boshlab yuboradi. Kabobchi qo'rasidan chiqqan tutun yonbag'irlarda suzadi. Ana shundan keyin sal fursat o'tmay bozorchaga ravoj chiqadi. Vitaminga tashna yo'lovchilar ravoj xarid qiladilar. Shundoqqina pastlikda shovullab oqadigan soydan bolalar oy baliq tutib chiqadilar. Oy qulog'idan tol novdasi o'tkazilib, shoda qilingan baliqlar ancha paytgacha tipirchilab turadilar. Yo'lovchilar dunyoda tog' soyining balig'idek shirin baliq bo'lmasligini biladilar. Savdoga chiqqaniga qanoat qilmay, bolalar yana tutib chiqqunlaricha kutib turadilar. Iyulning o'rtalariga borib, bozorchaga olma chiqadi. Bu yerning olmasi dori sepilmaydi. Hasharotdan xoli tog' qurshovidagi olmazorlar ko'klamda yomg'ir suvi, yozda tomirlari orillab sizib o'tadigan buloq suvlarini shimiradi. Chang, g'ubordan xoli bog'larda yetilgan bu olmalar ming dardga davo edi. Asfalt yo'l chetida olma to'la faqirchalar tizilib ketardi. Tinimsiz o'tib turgan avtobus, mashinalardan tushgan yo'lovchilar bir zumda bozorchani yalab ketishardi. Ertaga olma tovsilishi bilan ketma-ket o'rik chiqadi. U tomoni Qarshi, bu tomoni Jizzax o'riklari qoqi bo'lgan, tunuka tomlarga yoyilgan o'riklar quritib qoplab bo'lingan paytda bu yerda endi rang oladi. Avgust etagiga kelib g'arq pishadi. Tog' o'rigidan turshak solib bo'lmaydi. Undan qiyom va kompot pishirish kerak. Tog' o'rigidan tayyorlangan kompotdan tabiiy vanilin hidi keladi. Bunaqa ajib, xushbo'y qiyom-u kompotlarni shaharliklar haddan tashqari yaxshi ko'rishadi. Bu yo'ldan o'tganki, odam bor, bir ikki paqir xarid qilib ketmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi. Ana shundan keyin bozorchaga do'lana chiqadi. Ketma-ket kuzgi olma, nok bozori boshlanadi. Anzur piyozini so'raydiganlarning son sanog'i yo'q. Yo'l chetlarida yong'oq, to'la qoplar qalashib ketadi. Tog'ga qor tushishi bilan avtobuslarning qatnovi ham siyraklashib, qor tepadan pastga asta-sekin tusha boshlaganda avtobuslar qatnovi butunlay to'xtaydi. Faqat azamat yuk mashinalari, alkalar qishin-yozin barobar qatnab turadi. So'nggi yo'lovchilargina Kaklik bozorini ko'rib qoladilar. 4-5 yo'lovchi xaridorga tulki bilan bo'rsiq terisi tegib qoladi. Yo'llarni odam bo'yi qor bosadi. Cho'qqilarni yon bag'ri yonlari bulut o'raydi.
nihoyatda tiniq bir jimlik boshlanadi. Bu sukutni bulutlar tepasidan uchib o'tadigan reaktiv samolyotning gururlashi buzadi. Xonadonlar atrofida cho'qqidan xo'rrak izlab tushgan hayvonlarning izlari qoladi. Kakliklar ochiq eshiklarga kirib keladilar. Tolibjon bugun katta yo'ldagi gavjum bekatga bormaydi. Onasiga bergan va'dasiga binoan Kiyik-Sovdiga boradi. Bugungi gazetalarni avtobus shofyori kabobchi yigitga tashlab ketaveradi. Nonushtadan keyin Zaynab bitta xaltaga non, qand qurs, yong'oq, tutmayiz, quruq choy solib beradi. Ketar oldidan kampir Tolibjonni yoniga chaqirib, "Bolam, Kiyik-Sovdi momomga tilovat qilishni bilasanmi?" deb so'radi. Tolibjon "Bilmayman" deb javob qildi. "Hay, mayli. Qul huvallohu ahadni 3 marta o'qisang, Qur'on o'rniga o'tadi" dedi. Tolibjon uni ham "Bilmayman" dedi xijolatlik bilan. "Hay, mayli" dedi yana kampir. "Sen ketaver. Shu yerda turib o'zim o'qib qo'yaman. Savobi senga tegsin deb momoga iltijo qilaman." Tolibjon onamning dili og'rimasin deb "Xo'p, ona" degancha chiqib ketdi. Kampir orqadan javrab qoldi. "Hoy, tentak, bevoshlik qilib tog'angni qiynama. G'orlarga kirmagin, jar yoqasiga bormagin, yumronqoziq uyasiga qo'lingni tiqma, ilon chayonlar chaqib olmasin, qushlarning bolasiga tegmagin." Onasi qarg'aydi. Tolibjon Azizbekni ergashtirib yo'lga tushgandi. 13 yoshlardagi bo'yi cho'zilib qolgan bu bola sira gapga aralashmas edi. Tolibjon uni yaxshi taniydi. Otasi Ravshanbek degan cho'pon edi. Tolibjondan 5-6 yosh kichik bo'lsa kerak. Hozir Tolibjon uning basharasini unutib yuboribdi. Eslashga harakat qilsa ham eslolmadi. Ravshanbek bedarak yo'qolgan. Ko'p qidirishdi. Ko'rdim degan odam bo'lmadi. Bu bola otasi yo'qolgandan keyin mushtdek boshi bilan ro'zg'or tebrata boshladi. O'zini o'tga cho'qqa urib pul topardi. Avtobus bekatida erta bahordan to qor tushguncha ravoj sotadi, baliq sotadi. Tog'ga chiqib o'rik terib keladi, kiyik teradi. Qosh qorayganda yong'oq to'la 2 qopni eshakning gardaniga ayri tashlab keladi. Shu eshak jonivor bilan qancha ravoj, o'rik-u do'lani tashidi. Busi Tolibjon Kiyik-Sovdiga borarmish deb eshitib, atayin unga qo'shdi. "Otangga atab Kiyik-Sovdi momo maqbarasiga sham yoq" deb tayinladi. Atab qo'ygan 7 tangani ro'molchasining uchiga tugib berdi. "Bor bolam, Azizbek, Tolibjonga hamroh bo'l. Mushtdekkina boshingga ro'zg'or tashvishi tushdi. Otang bo'lsa seni shu ahvolga solib qo'yarmidi? Bor, boraver. Meni o'ylama, men bir Xudo qarg'agan odamman" deya orqasidan mungli qarab qoldi. Tolibjon uni yoniga chaqirdi. "Birga gaplashib ketaylik, Azizbek." Azizbek juda ko'hlik yigit bo'lib o'sayotgan edi. Ovozi do'rillab, yegidagi tuklar murtga aylana boshlabdi. Qarashlari o'ychan, onasiga o'xshayaptimikin, otasigami? Lekin bolaning ichida qandaydir alam, pinhoniy iztirob tug'yon qilayotganini bilinib turardi. Onasini juda ko'hlik deyishadi. Qo'ni-qo'shnilar orasida qadamini chakki bosardi degan gaplar ham bo'lib o'tgandi. Hatto beshik to'yida bir xotin kasofati eriga urdi deb aytganini ham eslashadi. Tolibjon Azizbekni qanday qilib gapga solishni bilmay o'ylanib turib keyin so'radi. "Katta enang sog'-salomat bo'lar, bir kirib ko'rib chiqay deyman." Tolibjon uyog'iga gap topolmay to'xtab qoldi. Hali baquvvatlar, o'zlariga o'zlari ovqat pishirib yeydilar. Tolibjon hayron bo'ldi. Savol nazari bilan Azizbekka qaradi. Azizbek uning nima demoqchiligini sezib javob qildi. "Katta enam ayamning qo'llaridan ovqat yemaydilar." "Nega?" dedi Tolibjon. Bola javob qilishga qiynaldi. Ancha joygacha indamay bordi. Aytish juda qiyin bo'lgan allaqanday alamli, iztirobli bir gapni tiliga chiqazolmay qiynalardi. Tolibjon buni sezdi. Aytmay qo'ya qolsa ham mayli edi-ya deb mavzuni o'zgartirmoqchi bo'lib turgan edi. Azizbek qat'iy dedi. "Mirvali tog'ani
bir kun emas, bir kun o'ldirib ketaman. Uni yomon ko'raman. Dadamni shu yo'q qilgan. Bilaman. Uyda dadamning 2 qo'sh og'iz miltig'i bor. Orqasidan poylab borib otib tashlayman. Bolaning ovozi bo'g'ilib, oxirgi gaplarini ayta olmay, yuzini teskari burdi. Etagi bilan ko'zini, burunlarini artib oldi. Katta enam kechalari Mirvali tog'ani qarg'ab chiqadi. Ayamni qarg'aydi. Keyin u tortib yig'laydi. Men ham bo'yniga osilib yig'layman. Tolibjon pastki labini qattiq tishlab, qoshlarini chimirdi. Tolib tog'a, osmonga qarang. Burgut bolasini uchirma qilyapti. Mana, durbindan qarang. Tolibjon Azizbek bergan durbin bilan cho'qqiga qaradi. Oftobda oppoq qorlar chaqnab, ko'zni oladigan cho'qqining shundoq yonginasida bahaybat bir burgut goh munkib, goh uchishga intilayotgan burgutchaning u yonidan u yoniga o'tib, ba'zan tagidan kelib turtib, uni yo'lga solardi. Burgutcha qanotlarini pirpiratib, o'zini eplolmay o'q tekkandek pastga shitob bilan munkib ketardi. Ona burgut sho'ng'ib, xuddi uni ilib olayotgandek tagiga kirardi-da, yana uchishga undardi. Yolg'iz oyoq yo'lda qaynoq tuproqqa bag'rini berib yotgan kapcha ilon bezovtalanib boshini ko'tardi. Keyin hujumga tayyorlanayotgandek kulcha bo'lib kapgirga o'xshagan boshini tizza bo'yi ko'tardi-da, ayri tilini o'ynatib, qimirlamay turib qoldi. Uni toshbo'ron qila boshladilar. Shunda u dumi bilan tuproqni changitib, shu chang-to'zon orasiga kirib yo'q bo'ldi. Tolibjon durbinni ko'ziga tutib, cho'qqi tomonga qaradi. Burgut endi yo'q, olis-olislarga bolasini ergashtirib ketib bo'lgandi. Azizbek Tolibjonning yonida indamay borardi. Tolibjon uning dadasini esladi. Yuvoshgina, kamgap yigit edi. Bodomgul degan chiroyli bir qizga uylandi deb qulog'iga chalingandi. Haqiqatdan, Bodomgul haddan tashqari chiroyli, shaddod qiz edi. Bu atrofda undan xush ovoz qiz yo'q edi. Chirmandani chertib, qo'shiq boshlaganda o'ynagan ham o'ynardi, o'ynamagan ham. Qishloq to'ylari usiz o'tmasdi. U o'zining chiroyliligidan zavqlanardi. Qoshidan bir enlik yuqorida bir tekis qirqilgan, patiga, qulog'ining ostiga to'g'irlab qirqilgan satan kechagaga behi urg'itilgan suv surtib yaltiratardi. Yigitlarning ko'zi kuysin deb durrani chap tomonga sal qiyshayibroq tang'irdi. U sira pardoz qilmasdi, chunki shundog'am uning nim-qizil lablari, sariqqa moyil oqish chehrasi har qanday pardozdan ko'rimli edi. U boysunliklar kiyadigan kashtali kamzul bilan davraga tushganda, silkinib chirmanda chertganda davralar jimib qolardi. Ayniqsa, o'rtaga yoqilgan gulxan atrofida aylanib qo'shiq aytayotganda yuzi alangadan yashnab ketardi. Bo'yinidagi qizil, ko'k munchoqlar, qulog'idagi baldoqlari yaltirab, yigitlar ko'ksiga uchqun bo'lib sachrardi. Ana shundoq qiz Ravshanbekka nasib qildi. U tog'-toshlarda echkilar suruvi ketida jangga belanib yurarkan, faqat shu beqiyos xotinini qumsab, cho'qqilar tepasiga chiqardi. Olisda, quyuq kumushrang tumanlar orqasida ko'rinmay qolgan qishlog'i tomonga qarardi. Oblastning ilg'or cho'ponlari qatori bir yili Ravshanbekka ham orden chiqadi. Ravshanbek bu quvonchli voqea munosabati bilan uyida ziyofat beradi. Yor birodarlar, qarindosh-urug'lar, savxoz faollari yig'ilishadi. Mirvalini dasturxonning to'riga olishadi. Ziyofat avjiga chiqadi. Shirakayf mehmonlar Bodomguldan eshitaylik, shu bugun aytmasa qachon aytadi deb turib olishadi. Bitta tug'ib, yanada yashnab ketgan Bodomgul lovullab yonayotgan olovdek chakan ko'ylak kiyib, chirmanda bilan o'rtaga tushadi. Mirvali ko'radi-yu, og'zi lang ochilgancha yopilmay qoladi. Bodomgul silkinib chirmanda chertib, goh baland, goh past tiniq ovozda terma aytadi. Mirvali tomonat yig'ilgan bu ziyofatda Bodomguldan boshqani ko'rmaydi.
shirakayf yigitlarning ovozlarini eshitmaydi. Qulog'i faqat Bodomgulning toshdan toshga urilib tushayotgan tog' suvining ovozi kabi qo'ng'iroqdek ovozini eshitadi xolos. Mirvalining niyati buziladi. U bilan uchrashishning ming xil yo'lini eslaydi. Oxiri savxoz havaskorlarini televizorga chiqarishni Toshkent bilan kelishib, markazdagi klubda 3-4 kun repetitsiya qilishga uni chaqirtiradi. Bodomgulni har kuni mashinada olib kelib yurishdi. Shunday kunlarning birida birga ovqatlanamiz deb uni Chorchinorga chaqirishdi. Rasulbek uni mashinada olib kelib, o'zi hozir kelaman deb qaytib ketdi. Bu yerda Mirvalidan boshqa hech kim yo'q edi. Rasulbek yo'lning yarmida mashina ichida magnitofon qo'yib o'tirdi. Agar biron mashina bu tomonga o'tmoqchi bo'lsa, nozik mehmonlar bor deb qaytarardi. Bodomgul tabiatan yengilroq ayol bo'lganidan Mirvaliga tez ilakishdi. Ana shu kundan boshlab oralaridagi munosabat tezlashib ketdi. Mirvali unga shu qadar berilib ketdiki, bir kun ko'rmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Ravshanbek tog'ga ketgan paytlarda hatto uyiga ham bemalol boradigan, ba'zan kechalari yotib qoladigan odat chiqardi. Ravshanbekning enasi Mirvali kelgan tunda nevarasini bag'riga bosib yig'lab chiqardi. Bir kun tong mahali Mirvali chiqib ketayotganda kampir uni to'xtatib, yaxshilikcha nasihat qildi. Yalinib yolvordi. Bolam, puldek ro'zg'orini buzmang. Bittagina arzanda bolasi bora, o'g'lim payqab qolsa, juda xunuk ishlar bo'lib ketadi. Shuni bilasizmi? Mirvali undan tap tortmay, siz bu ishlarga aralashmang. Kampir dedi-yu, chiqdi ketdi. Mirvalining qo'lidan har ish kelishini kampir yaxshi bilardi. Unga teng bo'lib bo'lmaydi. Tik qaraganini yo'q qilib yuboradi. Kampir qon yig'lab qolaveradi. Mirvali kelib ketishdan tiyilmadi. Kampir o'g'liga aytay desa orada gap qochib, bolam shikast yeb qoladi degan o'y bilan alamini ichiga yutdi. Tong otguncha nevarasi Azizbekning peshonasini silab, yomonlarga o'lim tilab chiqadigan bo'ldi. Yaxshilikcha keliniga nasihat qilmoqchi bo'lgan edi, Bodomgul gapni kalta qildi. Haftalab tog'-u toshlarda yo'q bo'lib ketadigan o'g'lingizni yo'liga ko'z tikib, yosh umrimni o'tkazaymi? Dunyoga 2 marta kelmayman-ku. Ana shundan keyin kampir kelinining qo'lidan ovqat yemay qo'ydi. Uni harom qilib, kirini ham o'zi yuvib, qozon tovog'ini ham bo'lak qildi. Ammo lom-mim deb bolasiga bu to'g'rida og'iz ochmay, ko'z yoshlarini yutdi. Kampir o'g'lini so'nggi bor tog'ga ketish oldida xotinning sochlarini silab xayrlashayotganida ko'rgan. O'shanda uning jigar bag'ri qon bo'lib oqqan edi. Ravshanbek o'sha ketgancha qaytib kelmadi. Dom daraksiz ketdi. Na tirigi, na o'ligi topildi. Har bir xor, har bir o'ng'irni qadam-ba-qadam qarab chiqishdi. Topisholmadi. Kampir bolasiga aza ocholmay, na qora kiyishini, na oq kiyishini biladi. Bodomgul 1-2 oy parishon xotirroq bo'lib yurdi-yu, yana asliga kelib, sertaqin bo'lib qoldi. Bo'ynida marvaridlar, barmoqlarida brilliant ko'zli uzuklar paydo bo'ldi. U kiygan ko'ylaklarni bu tomonlarda biron ayol kiymagan. Bu gaplardan Tolibjonning xabari yo'q. Faqat Azizbekning boyagi Mirvali tog'ani otib tashlayman deganidan bola dadasining o'limini Mirvalidan ko'ryapti deb o'yladi. Nahotki shunday bo'lsa, nahotki Mirvalining qo'li odam o'ldirishga ko'tarilsa, mumkin emas. Tolibjon go'dakning ezilib turgan yuragini battar ezmay deb bu to'g'rida boshqa gap ochmadi. Tolibjonlar kelganda maqbara oldida yonboshiga "Uz teleradio" deb yozilgan mikroavtobus turardi. Maqbara orqasidagi so'rida 2-3 ta baxshi tizzasiga do'mbarasini qo'yib, yoshi 60lardan oshib qolgan shaharlik bir ayol bilan qizg'in bahslashib o'tirishibdi. Berigi so'rida
o'zi yosh bo'lishiga qaramay soqoli ko'ksiga tushgan teleoperator oyog'ini salanglatib o'tiribdi. Yordamchisi bir yonboshiga 3 oyoq, og'zi ochilib qolgan sumkadan ko'rinib turgan kasetalarga bosh qo'yib, apparatni quchoqlagancha xurrak otib uxlayapti. Chinor tanasiga qoqilgan patnisdek tunukaga yozuv. Tolibjon yaqin kelib o'qidi. Ushbu Kiyiksovdi momo maqbarasi insonning tabiatga, jonivorlarga bo'lgan buyuk muhabbati ramzi sifatida davlat muhofazasiga olingan. Tosh o'choqqa birato'la 4 ta qumg'on qo'yib, tagiga o't qilayotgan yigit Tolibjonning oldiga keldi. So'rilar band edi-ya, mehmon, anavi yerga palos to'shab bera qolay. Toshkentdan opa kinochilarni olib kelibdilar. Shunga Tolibjon bu opa kim ekan deb hayron bo'lib turgan edi. Yigit topqirlik bilan javob qildi. Tanimaysizmi? Bu opa bizning tog'lardagi xotinlardan, yaxshilardan qo'shiqlar, dostonlar yozib oladilar. Alaviya opa, shu kishi bo'ladilar-da. Ko'p yaxshi, ko'p pokiza ayol bu kishi. Televizorga ham tez-tez chiqib turadilar. Mana bu yozuvni ko'rdingizmi? Shuni ham opa Toshkentdan yozdirib olib keldilar. U shunday deb chinor tanasiga qoqilgan tunukadagi boyagi yozuvni ko'rsatdi. Tolibjon bilan Azizbek maqbarani aylanib, u yoq bu yoqlarini ko'rib, o'lgunlaricha yigit yong'oq tagiga palos to'shab, o'rtaga dasturxon yozib qo'ydi. Yo'l yurib ancha charchashgan edi. Baxshilar bilan berilib suhbat qilayotgan Alaviya opa ularning beozor o'tirishlariga zimdan qarab qo'yardi. Keyin u o'rnidan turib, ko'zoynagini oldi-da, bir bosib ular tepasiga keldi. Kiyiksovdi momoni ziyorat qilgani keldinglarmi? Balli sizlarga. Opa so'rida oyoq osiltirib o'tirib toliqqan edi. Ular qatoriga kelib, oyoqning chigalini yozay deb chordana qurib o'tirib oldi. Tolibjon unga: Kiyiksovdi momo tarixda bo'lganmi? U haqidagi rivoyatlar to'g'rimi deb so'radi. Opaning ovozi otinoylarning ovoziga o'xshab, faqat bitta notada yurar ekan. U shoshilmay, momo to'g'risida gapira boshladi. Tarixda shunday odam o'tgan. Tarixiy manbalarda bu onaxonning nomi tez-tez uchrab turadi. Haqiqatan ham u tabarruk onaxon hayvonlar fe'l-atvorini juda yaxshi bilganlar. Hatto yirtqich hayvonlar ham u kishining ko'zlariga bir qaraganda gipnozlanib qolgan. Onaxon 43 yoshda o'zaro chiqishmay, bir-birini qirib tashlagan qabiladoshlaridan arazlab, bu tomonlarga kelib qolgan. Tanholikda kun kechirgan. Hayvonlar bilan do'stlashib, o'shalar bilan ovunib umr o'tkazgan. 1927-yilda kelganimda ham u maqbarani ziyorat qilganman. Emizikli bolasidan ajralgan kiyikni qandoq qilib sog'ganlari to'g'risidagi rivoyatni shu yerdagi keksalardan yozib olgandim. Akademiyaning folklorshunoslikka bag'ishlangan to'plamlarida bir necha marta nashr qilindi. O'sha kelganimda Namoz o'g'ri romaniga material yig'ib yurgan Abdulla Qodiriy bilan shoir Cho'lponni shu yerda uchratganman. Qodiriy Cho'lponga shunday degan edi: Abdulhamid, shu rivoyatni bir doston qilmaysizmi? Juda o'qishli bir narsa bo'lardi. Rivoyat nasrdan ko'ra nazmga yaqin. Siz buni juda eplardingiz. Qadim afsonalardagi Kleopatralarni yozdingiz. Bu undan yaxshi chiqadi. Insonning tabiat bilan birligi, jonivorlar bilan do'stligi to'g'risidagi bu doston yoshlarimizga tabiatni g'orat qilish emas, uni avaylash, unga mehr qo'yishni o'rgatardi. Cho'lpon Qodiriyning bu iltimosini bajonidil qabul qildi. Agar o'rni kelib qolsa, men ham yangi romanga kiritishga urinib ko'raman. Shu joylarga Namoz Botirni olib kelaman, deydi Qodiriy. Doston yozishni diliga tugib yurgan Cho'lponning boshiga turli sho'rishlar tushib, niyatini amalga oshira olmadi. Abdulla Qodiriy ham yangi romanni boshlamay turib,
armoni hazratda otilib ketdi. O'shanda Qodiriy Keksoda momo Eronu Hindistonda, Turkiya bilan Afg'oniston taraflarida ham mashhur degan edi. Rivoyatlarga qaraganda, Boborahim Mashrab Kattaqo'rg'onga kelganda So'fi Olloyor uni Keksoda momo ziyoratiga olib kelgan emish. Mana bu maqbarani Amir Temur qurdirgan. Ustidagi lavha bitilgan ko'k toshni Ulug'bek o'rnatgan. Bu tarixda bitilgan aniq gap. Har qalay, bu joyni ehtiyot qilish kerak. Soxta dindorlarning daromad manbaiga aylantirib olishlariga yo'l bermaslik kerak. Azizbek Keksoda momo maqbarasini quchoqlab, sag'ana g'ishtlarini silardi. Ko'z yoshlari selobi bo'lib iltijo qilardi. Momoginam, dadam qayda? Ayting, siz bilasiz momojon, keklaringizdan osmonda uchib yurgan qushlaringizdan, bo'rilardan, tulkilardan, ayiqlardan so'rang. Dadam qaydaligini aytishsin. Jon momo, dadamning daragini aytishsin. Men dadaginamni sog'inib ketdim. Katta enam yig'layverib ko'r bo'lay deyapti. Kechalari tiq etsa eshikka qarab yo'l poylaydi. Momoginam, dadamni topib bering, yolvoraman. Sovuqda qolgan kiyiklaringizni boqib, qo'yib yuborganman. Qushlaringizga don sepaman. Qor yoqqan paytlarda kiyiklaringizga atab, yo'llarga xashak uyib qo'yaman. Dadam qani? Dadaginam qani? Topib bering, jon momo. Tolibjon uning tepasiga keldi. Sag'ana pastida Azizbek sochgan tangalar yotardi. Tolibjon uni qo'ltig'idan olib turg'azdi. Bo'ldi aziz, o'zing esli bolasan-ku. Qo'y endi jiyan. U o'pkasi to'lib aytadigan gapi bo'g'ziga kelib turib qolgandek hiqillab gapirolmadi. Tolibjonning dili vayron bo'ldi. Tomog'idan ovqat o'tmadi. Boshiga tog'dek g'am ag'darilgan, yaxshi deb, mehribon deb o'ylagan odamlardan faqat yomonlik ko'raverib, ularga ishonchini yo'qotgan Azizbek endi umrining oxirigacha iztirobda yashashini, hammadan shubhalanadigan, nafratlanadigan, ruhi mayib, qahri qattiq, ayovsiz, shafqatsiz bir kimsa bo'lib qolishi mumkinligini o'ylab, Tolibjon ezilib ketdi. Alaviya opa juda hushyor ayol edi. Tog'a-jiyanlar orasida allaqanday dilgirlik borligini bilib, baxshilar tomonga ketdi. Ular kun peshindan oqqanda orqaga qaytishdi. Tolibjon toza havoda chiroyli manzaralarni ko'rib, bir oz ko'nglim yorishar deb o'ylagandi. Keksoda momo ziyorati ham tatimadi. Yo'lning yarmiga kelishganda uzoqda xarsang toshda orqa o'girib o'tirgan bir odamning qorasi ko'rindi. Kim bo'ldi ekan? Ziyoratga kelganlardan biri bo'lsa kerak deb o'yladi. Xarsangda o'tirgan kimsa odam sharpasini sezib, o'rnidan ko'tarildi. O'girilib qaradi. Kimsasiz bu toshlar orasida odam bolasiga duch kelganidan sevingandek ikki qo'lini silkitib, ular tomon kela boshladi. U Jayrona edi. Uning ko'ylak etaklarini yirtilib, laxtak bo'lib osilib qolgan, toshlarda shag'allarda yuraverganidan tuflisi yirtilib, barmoqlari chiqib turardi. Jayrona Asfonda, Iskandariyada, Qohirada, Mozambikda unga hamroh bo'lgan. Oralarida muhabbatga o'xshash gaplar o'tgan. Tolibjon olis arab yurtlarida ishlar ekan, Jayrona uning shaxsiy tarjimoni bo'lgan. Shaddod, bir gapirsang ikkini qaytaradigan, ko'p o'qigan, ko'p mutolaa qilgan mulohazali qiz edi. Butun qurilish ahlining ko'zini o'ynatib, olovdek kiyinib yurardi. Bu tomonlarda nima qilib yuribsiz, Jayrona dedi. Nogahoniy uchrashuvdan hayron bo'lgan Tolibjon. So'ramang, gap ko'p. Ukam shu tomonlarda geologlar partiyasida praktika o'tayotgan edi. Topdim, ko'rishdim. Qaytishda yo'ldan adashdim. Ertalabdan beri sarsonman. O'zingiz nima qilib yuribsiz? Meni uyim shu yaqin joyda. Jiyanimni aylantirgani chiqqandim. Iltimos, Tolibjon aka,
yuraverib qol jonim qolmadi. Meni katta yo'lga chiqazib qo'ysangiz. Xo'p, ammo shu ahvolda shaharga qandoq borasiz? Bu kecha biznikida dam olib, saharda yo'lga chiqsangiz qandoq bo'larkin? Jayrona bosh chayqadi. Shu bugun ketishim kerak. Tolibjon aka, meni bu yerda ko'rganingizni iltimos birovga aytmasangiz, keyin tushuntirib beraman. Albatta aytaman. Tolibjon xo'p dedi-yu, Azizbekka ketdik deya ishora qildi. Sal yo'l yurishgandan keyin orqadan yonboshiga "Uz teleradio" deb yozilgan mikroavtobus kelib yonlarida to'xtadi. Alaviya opa derazadan bosh chiqarib, "Qay tomonga borasizlar?" deb so'radi. Tolibjon hozir o'ngga burilib ketishlarini aytdi-da, ana shu ketishda Toshkentga borayotgan bo'lsangizlar, mana shu singlimizni ham ola ketdingizlar deb iltimos qildi. U aytgancha ekan. Tolibjon Jayronaning avtobusga chiqishiga yordamlashib yubordi. Mashina jildi. Har kuni bir bor yomg'ir yuvib o'tadigan shag'al yo'lda xiragina chang ko'tarildi xolos. Kelayotganda shoshilmay orqada yurgan Azizbek qaytishda shoshib oldinda borardi. "Muncha shoshasan, Azizbek", dedi Tolibjon unga yetib olib. "Enam uyda yolg'iz. Mendan xavotir olib ostonada o'tirgandir. Nega yolg'iz bo'ladi? Ayam ketib qolganlar. Bir Vali tog'a markazdan bir o'ziga 3 xonali uy bergan. O'zi ko'chirib olib ketdi. Enam ikkovimiz qolganmiz." U Tolibjonga yalt etib qaradi. "Bilib qo'ying, Tolib tog'a, men direktordan qasdimni olaman." U shunday dedi-yu, shag'al yo'lda yeldek yugurib ketdi.